Istanbulda o'zbeklarni qiynaydigan muammolardan biri bu sartarosh. Endilikda esa bu muammo yo'q. Craft Barber Shop. Bu oddiy sartarosh emas, takoy chotki bolalar kelib sochini oldiradigan hamma xizmatlari bor barber shop. Biz hozir Fatih rayonidamiz. Fatih masjidini shunday qarshisidan ko'chadan kirasiz. Bu yerga Craft Barber Shop bor. Bu tamomila o'zbek akalarniki. Bir emas, ikkita do'konlari bor. Hozir kirib obzor olamiz. Ketdik. Kirishdan shunday keng salom. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Mikrofon taqolasizmi? Huzurda birdaniga boshlab yubordik. Kirishdan administrator, choy beryaptilar mijozlarga. Ismingiz nima edi? Abdulhamid nechinchi? Yo'q, Abduslom aka. Barber shopda siz bilan obzor qilib bersak, ko'rsatsangiz. Yaxshi, bu barimiz. Bu ukamiz, o'zimiz shogirdimiz ishlaydi bu yerda. Bu narsalar sotiladi? Ha, sotiladigan narsalar bilan. Shu kerak narsalar, shampun so'rashadi, yog' so'rashadi. Barber shop faqat erkaklar uchunmi? Erkaklar uchun faqat. Boshqa qanaqa xizmatlar bor? Yuzni tozalashlari bor. Tozalaymiz. Mijozlar bor ekan. O'zlarimiz, shogirdlarimiz. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtiring. Ismim Abduvohid. Abduvohid, mamnunman. Necha yildan beri ishlaysiz bu yerda? Bu yerda 8 oydan beri. 8 oydan beri ishlaysiz. Maoshlardan gapirib hozirgi kunda daromadimiz 1,5 million. barakasini bersin. Ishchimiz Shogirdim bu. Super. Yangi 1 oy bo'ldi. 1 oy bo'ldi. Xush kelibsiz. Ismingiz nima? Usta o'zingizdan. Usmon. Siz qanchadan beri ishlaysiz? Bu usta qochyapti. Bu ustani ham olaylik. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ismingizda? Mahmud ismim. Siz ham 1,5 ming olasizmi yo siz 5 ming dollar oladigan bo'lsangiz? Hamma sharoit bor. Hatto bir kishi iPhone'ini unutib qolgan. Endi assalomu alaykum. Aka mijozmisizlar, ishchimisizlar? Mijozsizlar, kelibsizlar. Kelib o'tirib choylarni ichib, hatto yotib oladigan joy bor ekan. Keling, mana bu yerda ko'rsatamiz. Sachoqlar. Sizlar mediadami ishlar ekan, sizlar bunaqalar bor ekan. Bu yerga islom bor, hammasi bor. Ha, Emiksu. Islom aka, bu interyerlarni kim tanlagan? Interyerni o'zim qilganman. O'zingiz qilgan-a, dizaynni. Masalan, mana bu qora shuncha kartina bo'lmasa kerak, shuni tushuntirib bering. Bu nima ma'noni bildiradi? Biznesmenlar hammasi ma'no bo'ladi-ku shuni. Yo, odamlar o'ziga qo'yib beramiz deb bu narsani. O'zi o'zi kelib o'zi nimani tushunib oladi o'zi. Ikki etaj ekan. Bu yoq, personal ofisi, bu yerda bog'chaga chiqadigan joy bor ekan. Sharoitlar VIP. Ko'rganingizdek, agar hamma narsa klient uchun, ya'ni kirgan bo'lsangiz, sartaroshxonalar bunaqangi katta emas. Arendasi anchagina, chunki joyi katta. Shuncha kvadrat metrda ikkita, uchta do'kon ham qilib berishadi o'zi. Bu ikki etajli xuddi tepaga o'xshab pastga ham borda o'zi. Raqobatdan qo'rqmasgansiz, chunki biz kelguncha ikkita, uchta sartarosh ko'rdik. Ya'ni shu ko'chada turklar bilan ishlash qanday raqobatda? Yani Türkler bizdagi unaqa raqobat bo'lmaydi deb o'ylayman, chunki bizda o'zimizni yo'nalishimiz borda boshqacha. Shunaqa do'konni ochish uchun qancha pul ketadi? Bunaqa do'konni ochish uchun 30-40 ming ketib qoladi. 30-40 ming dollar, sabr, endi bu vaqt. sabr, vaqt, intizomli bu narsada. Bu ikkinchi do'koningiz, to'g'rimi? Birinchi do'koningiz boshqa. Birinchi do'konim Bashakshahirda. U qancha bo'ldi? Necha yil bo'ldi? Unga 2 yil bo'ladi endi. Bunga 1 yil bo'lib qoldi. Bunga 1 yil bo'lib qoldi. 1 yil bo'lib qoldi, 2 yil. Yana do'konlar ochish niyat bormi? Ha, inshaalloh, lardan ochamiz yaqinda. O'zbeklarda boshqa ko'rmadim barber shop. Yo bormi? Yo'q, o'zbek hozircha yagona sartarosh bor, lekin barber shop yo'q ekan. Cityboy, mashalloh, Alloh ziyoda qilsin. Ustalar hammasi band ekan. To'g'risi, hamma bilan birma-bir suhbat qilmoqchi edik. Band ekan, mijozlarga yoqishi bor, yoqmasligi bor. Kimga qiziq bo'lsa, bu biznesni kelib qanday ochganlar, qanaqa qiyinchiliklar bo'lgan, YouTube uchun intervyu ham olamiz. Faqatgina olovlarni qoldiring.